Endi naqd pullar bizga kerak bo'lmay qolishi mumkin desam ishonasizlarmi? Ishonavering. Juda zo'r zamonlar yetib kelyapti do'stlar. Hammani esida bo'lsa kerak, bundan bir necha yillar oldin plastik kartadagi pul mablag'larimizni naqd ko'rinishga o'tkazish uchun 10-15-20% ni kechib bo'lsa ham naqd pul olardik. Endi esa unaqa emas. Endi naqd pullar bizga kerak bo'lmay qolishi mumkin desam ishonasizlarmi? Ishonavering, 2026-yil 1-apreldan boshlab siz avtomobilingizga benzin olmoqchi bo'lsangiz yoki tamaki mahsulotlarini sotib olmoqchi bo'lsangiz yoki alkogol mahsulotlarini sotib olmoqchi bo'lsangiz, naqd pulga savdo qila olmaysiz. Faqat va faqat plastik karta orqali savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari 2026-yil 1-apreldan boshlab davlat xizmatlariga naqd pulda to'la olmaysiz. Kommunal xizmatlar uchun naqd pulda to'la olmaysiz. Naqd pulda ishlash borgan sari cheklanyapti. Borgan sari naqd pulli muomaladan kam bo'lishi bu iqtisodiyotimizga juda ham katta plyus taraflari bor. Sababi birinchi o'rinda yashirin iqtisodiyot kamayadi. Ikkinchi o'rinda korrupsiya darajasi kamayadi. Qachon ko'rgansiz korrupsioner plastik kartasini berib, "Mana shu kartamga pul o'tkazib ol" deganlarni. Xuddi shunday naqd puldan kechib olsak ham shaxsan men rozi edim. Agar sizda hali ham plastik karta bo'lmasa, profilga o'tsangiz tekin plastik karta berayotgan banklar haqida ma'lumot bor. Albatta kanalga obuna bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.